Sergeli quruvchilar metro bekatining yonidan 82 kvadrat, 2 xona 6-etaj. 9 etaj kalina bostir ekan 6-etajda. Arzon Narxa kanalida 57 ming dollarga ko'rsatamiz. Uyni tayyor holatda kirib yashayverasizlar. Pod'ezd eshigimizga kirganimizda kattakon prixoshka. Bu tarafda aboyni almashtirib berar ekanlar. Kirganimizda o'ng qo'lda kattakon oshxonasi. Bemalol ovqat pishirib, ovqatlanaversangiz bo'ladi, joylar yetarlicha. Bu tarafda kattakon zali. Remonti yangi, toza holatda turibdi. Ko'p bo'lmagan ekan, 2 yildan oshgan. Bu yerda ancha vaqt hech kim yashamagan ekan. Arendaga ham berilmagan. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rib turgan mebellaringiz qolyapti, texnikalar ketyapti. Sanuziyada alohida ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda garderob bor ekan. Metrogacha 300 metrlik masofa taxminan 82 kvadratliklarda bemalol 3 xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Pastdagi nomerga aloqa ko'rasizlar, faqat naqdga sotiladi, ipoteka, subsidiyalar yo'q. Novostroykan tashqi fasadini ko'rishlaringiz mumkin. Parkovkalarga joy bemalol, zeleniy zona lari bor, dispiskalari bor. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Quruvchilar metro bekatining shunday yonida, maktab bog'cha domimiz yonida bor. Lokatsiyasi yaxshi joyda mana. Novostroyka dom. Metrogacha taxminan uzog'i 300 metrlik masofa. Arzon variantlarni o'tkazib ko'rmoq uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.